Yelkalaringiz juda kengmi? Ular juda ham keng. Ular necha santimetr? Ular juda keng. Qancha santimetr? 60 santimetr. 60 santimetr? Bunday yelkaga qanday erishgansiz? Ana bu yerga o'tiring. Hey, Park Jimin, bu yerga o'tiring, keling. Sen nima uchun bu yerga kelgansan? Uning jinoyati armiyalar yuragiga o't qo'ygan. Xo'sh, Park Jimin, sening yelkang necha santimetr? 23 santimetr. Qon guruhingiz? Qo'g'irchoqmi? Men uchburchakman. U juda ham kulgili boshliq. Xo'sh, biz nima haqida gaplashayotgandik? Men nega hali ham bu yerda ekanligimni bilmayman. Siz keng yelkalaringiz bilan hujum qilgansiz. BTS a'zolari bizga qo'ng'iroq qilishdi. Har safar sizni yelkalaringiz deb rasmga tushish jarayonida ularga joy qolmayotgan ekan. Ularning yelkasi tor bo'lsa mendami? Siz qattiqqo'llik qilmayapsizmi? Sizni deb eng ko'p jabr ko'rayotgan bu Park Jimin. Uning yelkasi 23 santimetr bo'lsa ayb mendami? U yelkasini uzaytirish kerakmi? Ha.